boshidan o'tkazgan tabib degan gap bekorga emas. Ko'ngil ketib, ko'ngil istagan narsaga yetolmaslik boshidan o'tib tabib bo'lgan odam keyin biladi. Ha, imkoni yo'q, bola chaqasi ko'p, o'zini usti yupun, bu yoqda o'rtoqlar uni masxara qilishadi. Qarang, Kasimiyni qara g'ijim bo'lib ketibdi deb, u bola chaqasidan ortib o'ziga qara olmayapti. Imom Azam davralarida shunaqangi odamlarni ko'rsalar, to'xtatardilar. Siz shoshmay turing, sizda meni gapim bor deb. Keyin pul berardilar. Egningizga shu bir usti bosh qilib olsangiz, mendan sizga hadiya deb. Shogirdlariga aytardilar. Bir surishtiringlarchi, bu odam qanaqa odam ekan deb. Surishtirsa, haqiqatdan bola chaqasi ko'p, tirikchilik bilan bola chaqam deb bola chaqasidan ortib o'ziga qarolmagan odam bo'lib chiqar ekan. Mana shunaqa 70 dan oshiq odamni kiyintirgan ekanlar. Kulgi qilmang. Do'stlaringiz orasida, hamkasblar orasida usti yupun, egniga qaramagan yo'q. Unaqa nazar bilan qaramang. U odam ko'ngli ketadi uni ham kiyingisi keladi, uni ham bashang yurgisi keladi, lekin imkoni yo'q, sharoiti ko'tarmaydi, bola chaqasi ko'p, ro'zg'oridan orttira olmaydi. Biz mana shunday odamlarni ahvolini Ramazonda anglab yetamiz. Ramazon bizga bir oy mobaynida farishtadek